Xotin-qizlarning mehnati va iste'dodi bir yurt, bir shahar va yo bir uyning kelajagini yaratadi. Dasturimizda O'zbekiston xalqining shoirasi bilan tanishamiz. Zulfiya Isroilova O'zbekiston xalqining 20-asrning eng mashhur, erkin va mahbub shoiralaridan hisob bo'ladi. Hayot davomida ko'plab og'ir sinovlar va quvonchlar bilan o'ralgan murakkab taqdirga ega bo'lsa-da, O'zbekiston xalq shoirasining yuksak unvonini qo'lga keltirgan. Uning ijodi nafaqat o'zbeklar orasida katta hurmat va e'tirofga sazovor bo'lgan, balki qimmatli she'rlari bir necha xorijiy tillarga misol ingliz, frans, jarman, rumon, polandi, mo'g'uliy, bulg'oriy, arabiy va fors tillarida tarjima bo'lgan. Keling, bu bebaho shoira bilan ko'proq tanishaylik. Zulfiya 1915-yili Toshkent shahrida Isroil temirchi oilasida tug'ilgan. Otasining ismi Isroil edi va ota kasbini davom berib, 5 kichik inog'asi bilan Toshkent shahrining O'qchi mintaqasida yashar edi. Zulfiya shundoq so'zlarini otasi haqida tilga keltiradi. Qiblagohim, mehnatkash inson edi chunki uning baquvvat qo'llari temir parchalarini osonlik bilan egib burar edi va po'lat temir otamning irodasiga bo'ysunar edi. Otam xalq ehtiyoji uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar yasar edilar. Bilishimcha, otam saxiy bir inson bo'lib, shahar aholisi orasida kuchli va qudratli shaxs sifatida obro'ga ega edi. Zulfiyaning onasining ismi Xadija begum edi. U iste'dodli, zavqli va adabiyotga qiziqqan xotin edi. Shu yuzdan farzandlariga, jumladan Zulfiya begumga o'zbek millatining mashhur bo'lgan doston va hikoyalarini o'qib berar edi va farzandlari miriqib eshitar edi. Zulfiya shundoq deydi: Onam afsona va hikoyalarni o'zlariga rom etar edilar. Agar biron dostonni takroran aytib bersalar, ular meni fikr va ruhimga yangi bir nur va ta'sir olib kirar edi. Zavqimni 2 chand ko'paytirar edi. Aslo onam oddiy o'zbek xotin edi, ammo ularning intilganlari va tashviqlari menga nutq va so'zshunoslik aloqasini va zavqini uyg'otdi. Yuqoridagi nutqlar Zulfiyaning tadbirli oilada ulg'ayganini va u oilasidan minnatdor ekanligini ko'rsatadi. Albatta, oila himoyasi va muhit farzandni qanday ulg'ayishiga dalolat qiladi. Zulfiya boshlang'ich maktabni tugatgandan so'ng 1931-yil Xotin-qizlar dorilma'limiga kiradi va aynan shu ilmiy muhitida adabiyot sohasida muhabbati jo'sh qilinadi va Mir Alisher Navoiy, Lutfi Hiraviy, Fuzuli va boshqa shoirlar she'rlarini va asarlarini o'qishga boshlaydi va ayni holda yangi chiqqan shoirlar misol Sadriddin Ayni, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulloh Qodiriy va boshqalar O'zbekistonga shuhrat topadilar. Ularning asarlari va she'rlari Zulfiyaga yaxshi manba bo'ladi. Zulfiya faqat bularga bas qilmay Shekspir, Pushkin, Boyrun va boshqa mashhur yozuvchilar asarlari bilan tanishadi va ularni asarini o'zbek adiblari misol Oybek, G'afur G'ulom, Uyg'un, Hamid Olimjon va Komil Yashinxon bilan mutolaa ostida oladi. U shu yerdan she'r yozishni boshlaydi. Zulfiya zotiy adib va shoirlik iste'dodiga ega bo'lgan. Shu yuzdan ham tez orada uning she'rlari xalq va matbuot ahlining e'tiborini qozonib, jurnal va gazetalarda nashr etiladi. Zulfiya yosh bo'lishiga qaramay, 1932-yilda hali 18 yoshga to'lmaganida uning ilk she'ri to'plami Hayot varaqlari nomi bilan nashr etildi. Zulfiya Dorul Ma'limini tugatmasdan tark etadi.
Ammo 1933 va 1935 yillar oralig'ida Toshkentda Nizomiy davlat pedagogik institutiga ta'limini yakunlaydi. Shundan so'ng 1935 va 1938 yillar davomida O'zbekiston Fan akademiyasining Til va adabiyot bo'limida doktorada tahsil oladi. Va bu yildan so'ng Zulfiyaning boshqa she'riy to'plami She'rlar va qizlar qo'shig'i nashr qilingan. Uning asarlari birin-ketin nashr bo'lishi Turkistonning ilmiy va adabiy doiralarida yuksak muvaffaqiyatga erishib va yaxshi obro'ga ega bo'ladi. Zulfiya she'riy ijodining porlashi hijron kunlarida uni Farhoddir edilar Xulkar to'plamlari bilan bog'liq. 1940-yil oxirida Sovet ittifoqining san'at va adabiyot haqidagi qarorlari o'zbek adabiyotiga katta zarar keltiradi. Zulfiya badbin kayfiyatlar kuchayishi sifatida tanqid qilinadi va shundan so'ng darg'oyalarini aks ettiruvchi she'rlar va maqolalar yozib, ularni ijtimoiy faollikka chiqarib hamda inson huquqlari uchun kurash olib boradi. Zulfiyaning turmush o'rtog'i Hamid Olimjonning bevaqt o'limidan keyin ruhiy kechinmalar va yurak iztiroblari bilan to'la she'rlar Zulfiya ijodiga jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganidan darak beradi. Hamid Olimjon Zulfiyaning adabiy hayoti va she'riy iste'dodining rivojlanishida katta rol o'ynagan. U o'zbek va turk adabiyoti sohasida tanilgan va hurmatga sazovor bo'lgan shaxslardan biri edi. Hamid Olimjon Zulfiya she'rlarini birinchi bo'lib o'qib, ularga baho berar edi. U iste'dodli shaxs bo'lib, Zulfiyani mazmunli va go'zal she'r yozishida qo'llab-quvvatlar edi. Zulfiya u haqida shunday yozadi: 10 yil davomida turmush o'rtog'im va hamrohim bilan birga hayot kechirdim. Bu men uchun eng katta baxt va sharaf edi. Ammo o'zining cheksiz va ajoyib iste'dodi bilan kamolot cho'qqilariga yetgan paytida yoshlik davrida fojiali tarzda shahid bo'ldi. Bahor keldi seni so'roqlab, hijron kunlarida, ne baloga yetding mubtalo, sen qaydasan yuragim. Yuqoridagi asarlarni Zulfiya turmush o'rtog'ining kutilmagan o'limi munosabati bilan ondacha esdalik qoldirgan. Zulfiya begum turli sohalarda faol bo'lib, xalqaro tashkilotlarda a'zo bo'lgan. Yozgan she'rlari bilan ko'plab mukofot va medallarga sazovor bo'lgan. Jumladan xalqaro Javohirlal, Nilufar va hamda Hamza nomidagi O'zbekiston davlati mukofotiga egalik qilgan. Bulardan boshqa Bulg'oriyadan Kirill va Mefodiy medalini birinchi o'rin bilan qozonishga muvaffaq bo'lgan. Uning she'rlari insoniy his va tuyg'u bilan yozilgani butun O'zbekiston xalqiga va uning she'rlarini o'qiganlarga ma'lum. O'zbekistonning buyuk olim va yozuvchisi Hamid G'ulom Zulfiya haqida shunday so'zlaydi: Zulfiya 20-asrda o'zbek she'riyatining eng yorqin yulduzlaridan biridir. Uning she'rlari nafaqat o'zining maxsus shakli va yangilig'i bilan, balki musiqa kabi ijodiy tuyg'u bilan ham uyg'un keladi. Zulfiya begum 1996-yilida 81 yoshida olamdan ko'z yumadi. Uning ismi haqiqiy xonim, mumtoz ona va oliy qadr shoir sifatida Osiyo mamlakatlarida oltin xat bilan haq bo'lgan. Allohim u kishini mag'firat etsin. Ekraningizda O'zbek TV. Men Ifora. Miriqib tinglaganingiz uchun rahmat. Kelasi dasturgacha xayr.